Xo'p, yaxshi kelib olaymi? Charchamasdan. Xo'p, bizda kameramiz bir tomonlama ishlayapti, chunki ko'rilgan holatda men video xabar qilaman qildim akaga. Tanishtirib o'tdim haligacha akamiz o'sha o'zlari hozir tanishtirib o'tganlari ham yaxshi, menimcha. Sizlarga o'sha o'zlarini tajribasidan ulashib, qanday holatdagi bu darajaga keldilar, qanday holatda O'zbekistonda mana shu Farg'ona havosidan nafas olgan holatda ulg'ayib, katta bo'lib, bu dunyo tan olgan firma kompaniyalarda, bunaqa joylarda ishlayaptilar. Shu tajribalarni oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham ulashsa, menimcha hammaga yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam, so'zni Nodirbek akaga bersak, Nodirbek aka, marhamat, bemalol boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Beri shahrida, Kanadaning Beri shahrida istiqomat qilaman. Menimcha 9 soat orqada bo'lsa kerak. Bizda ertalabki 5. Katta rahmat shu narsani tashkil qilganlaringga. O'zim Farg'onada katta bo'lganman. Politexnika institutini moliya yo'nalishini bitirganman. ITdan umuman nima deydi, yiroq narsa, buxgalteriya, finansiy отчетlar bilan ishlab, o'sha birinchi ishimni Dell kompaniyasida boshlaganman. Toshloqda fabrika bor edi. U yerda kommersiy shartnomalar bilan shug'ullanganmiz. Hali eksport shartnomalari, bank dokumentlari. Shu faoliyatim davomida men rosa tashqi hamkorlar bilan ishlayotganda ingliz tilini o'rganish kerak bo'ladi. Qo'shimcha o'zingiz ustida nima deydi, Microsoft Office'da prilojeniyalarini o'rganishingiz kerak. Shu qatorda sekin men ITga bo'lgan qiziqishim uyg'onadi. Sababi atrof muhitingiz o'zi IT narsa bilan bog'liq. Aytsangiz, misol uchun CT4 fayllar bilan ishlash kerak yoki какой-то dokumentlarni arxivlash kerak. Hamma narsani sekin-sekinlik bilan o'rgandim. Hozirgi kunda aytaylik, bu ishlarni ham hozir har kun ishlataman. Bu narsa degani, siz kompyuter bilan ishlashingiz must to do. Siz albatta bilishingiz kerak elementarniy narsalarni. Sizlarda kurslarda ko'ryapman, juda xursandman. Потому что aytaylik, даже Windowsda siz nima deydi, medium yoki advanced user bo'ladigan bo'lsangiz, siz bu yerda o'rtacha $40,000 ishda bemalol ishlay olasiz. Texpodдержка deylik, yoki birorta administrativniy ishlarda bemalol ishlay olasiz, agar kompyuterni bilsangiz. Bu kompyuterda boshlang'ich fundamentini bilsangiz, siz asta-sekinlik ilg'or texnologiyalar bilan ishlashni ham boshlasangiz bo'ladi. Buning uchun asosan men o'zim tajribamda bir ITdan yiroq tomondan boshladim. Lekin sekin bilan misol uchun Windows administration'da o'rgandim. Keyin Windowsdan tashqari Linux'da o'zini ham nima deydi, typelar har xil, juda ham ko'p. O'xshashligi bor. Siz ko'proq misol uchun komandli stroka bilan ishlaysiz. Misol uchun Windowsda nimasi qulay, siz ko'rib turasiz. Linuxda siz ko'rmaysiz, faqat komandli stroka bilan ishlaysiz. Bu ham sizga juda ham keyinchalik
katta imkoniyat beradi. Misol uchun, avtomatlashtirish, aytaylik, siz qiladigan ishni oldindan misol uchun rejalashtirib qo'yasiz yoki какой-то kichkina skriptlar yaratasiz. Kichkina skriptlardan keyinchalik kattaroq automation programmalar yaratish mumkin. Hammasi shu sizlar haligi bilgan, eshitgan narsalar, misol uchun kimdir Bashda skript qiladi, kimdir Pythonda skript qiladi, и так далее. Yaxshi. Hozir Mhm. Nodirbek aka, demak, sizda o'sha birinchi Politexnika institutida, hozirgi Farg'ona davlat texnika universitetini bitirgansiz. Undan keyin shu holat bo'lib Kanadaga ketib qoldingiz. Keling endi shu joyda bir boshidan gapirib ketsak, ya'ni Kanadaga ketishingizda asosiy sabab nima bo'ldi? Ungacha ITni bilib ketganmisiz yoki bilmasdan ketganmisiz? Juda ham yaxshi savol. Kanadaga 2015-yilda ketganman. U mahal IT bilan faqat boshlang'ich qiziqish, professional darajada hech narsani bilmasdim. Kanadaga skilled worker programma bilan kelganman. U programma haqida alohida aytib beraman. Kanadaga kelgandan keyin bu yerda nima deydi, buyuk yettilik davlatlardan biri, ijtimoiy ta'minot deydimi, ijtimoiy yordam berish juda katta darajada haligi yordam beriladi yangi kelganlarga. Nosi bor. Agar kapitalistik davlat, agar siz o'zingiz ustida ishlamasangiz, agar siz qaysidir bir sohani tanlab o'zingizda ishlab ichiga kirib ketmasangiz, yuraverasiz. Nima deydi, bu yerda sizga keling, mana bu yerda yashang demaydi, keling mani olib qo'ying deyishmaydi. Kapitalistik. Ishla, pulingni top, sotib ol. Xohlasang, misol uchun 10 ta mashina sotib olasanmi, 10 ta uy sotib olasanmi, hammasi o'zingga bog'liq. Man birinchi bordim, o'sha Toronto shahrida yashadik. Atigi manimcha $1,000-2,000 cho'ntagida pul bilan bordim. Birinchi ish topish kerak. Ish topishingiz sizni olgan diplomingiz-ku unaqangiz o'tmaydi. Sizni bilgan barcha ish, o'sha O'zbekistonda nima deydi, experience deydi, ish tajribangiz sizga yaxshi, lekin Kanadada ularni ish uslubi bilan ishlashingiz kerak. Ular alohida, misol uchun, diplom olish kerak bo'ladi, alohida sertifikat olish kerak bo'ladi. Misol uchun, bankda ishlayman desangiz, litsenziya bo'lishi kerak. Shu ma'noda, misol uchun, man o'qishni boshladim. Man o'yladimki, menda finansoviy diplom bor, man misol uchun bankda ishlashim mumkin yoki birorta tashkilotda ishlashim mumkin. Rezyumeni to'ldirdim, jo'natdim. Hech kim telefon qilmadi. 3 tasiga jo'natdim, 5 tasiga, 10 tasiga. Hech kim telefon qilmadi. Keyin bildimki, men biror joyda o'qib olishim kerak dedim. York universiteti bor, xalqaro professionallarga 1 yillik programma. Agar o'qisangiz sizga sertifikat beradi. Unda o'qidim, tanishdim, baland-pastini ko'rdim, nima o'qish kerak. Shu programmani bitirdim, yana topshirishni boshladim. Qaysi soha dedi shu programma? Shu programma qaysi soha dedi? Bu programma Bridging Program for International Professionals. Siz o'qigan, misol uchun, agar moliyada o'qigan bo'lsangiz, xuddi moliyadan 3-4 ta kurs o'rgatadi sizga. Misol uchun, Kanadani iqtisodiyotini o'rgatadi, soliqchilikni o'rgatadi. Shunga o'xshagan narsa. Bu
bu programma sizga sertifikat beradi. Lekin aytganimdek, ko'p ishxonalarga, misol uchun, bankda ishlayman desangiz, siz alohida yana litsenziya olishingiz kerak. Litsenziyaga yana shu imtihon topshirasiz, qonunchiligini bilishingiz kerak. Nima deydi, yoki yana siz vaqt sarflab turib shu sohani tanlasangiz, yil sarflaysizmi yo misol uchun 1,5 yilmi, keyin shu sohaga kirilasiz. Manda endi misol uchun oilam shu yerda, lekin har kunlik sizni misol uchun turmushingizga pul kerak. Misol uchun arenda to'laysiz, oziq-ovqat, mashina, hammasi. Birinchi kelganlarga misol uchun siz hali kredit karta ochasiz, hali 5 ming 10 mingnaqa limit beradi. Demak, Odil aka, demak sizda o'sha 1 yil o'qishda o'qigansiz, ya'ni mana shu O'zbekistonda o'qigan bilimlaringizni Kanadaga moslashtirish uchun sertifikat olish uchun o'qigansiz, to'g'rimi? Ya'ni buxgalteriya sohasida. Buxgalteriya Yaxshi. sohasida. Demak, u oson bo'lmagan, chunki bu tomonda o'sha nimalaringiz bo'lgan, oilangiz bo'lgan, boshqa bo'lgan, oson bo'lmagan. To'g'ri. Misol uchun, siz bolalarni har kunalik, nima deydi, kundalik bunaqasini ta'minlash. U mahal aytaylik, 2015-yillarda o'rtacha arenda, ijarani haqqi o'rtacha $1000, $1,500 atrofida. Kanadada ham shunaqa bo'lganmi 2015-yillari IT? Ya'ni rivojlanish. ITni rivojlanishi o'sha mahal ham judayam, nima deydi, misol uchun, Amerikadan keyingi o'rinda turadi deyman. Judayam ko'p IT kompaniyalar bor Kanadani o'zida. U mahal ham misol uchun u darajada aytaylik, mobil ilovalar ishlab chiqarish, to'g'rimi? Misol uchun Android, endi Android kuchayotgan vaqti, shu narsalar, misol uchun, Amerikani influensi ta'siri juda ham katta. Katta kompaniyalar, aytaylik, Google'mi yoki IBMmi yoki Amazonmi, ularni bo'limlari bor. Misol uchun, agar Amerikada birorta yangilik bo'ladigan bo'lsa, Kanadada o'sha narsani siz ertangi kunga ko'rasiz. Chegaradosh bo'lganligi. Chegaradosh bo'lgani uchun Amerikadagi misol uchun mahsulotlar Kanadada sotiladi, Kanadadagi mahsulotlar Amerikada sotiladi. Misol uchun, Amerikani mashinasi Kanadada, Kanada mashinasi Amerikada. Ikkala davlat juda ham katta iqtisodiy aloqalar o'rnatilgan. Hozirgi kunda aytaman, misol uchun, hozirgi prezident administratsiyasida amerikaliklar ko'proq Amerika narsalarini sotib olinglar deyishadi, kanadaliklar xuddi o'sha, misol uchun, Kanadada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib ol deydi-yu, lekin integratsiya juda ham kuchli. Misol uchun, Kanada. Hozir Nodirbek aka, demak, bizda hozir bu joyda kuzatuvchilar ko'proq yoshlar siyosat bu tomonlarni juda yaxshi tushunib bora olmaymiz. Shuning uchun keling, mana hozir demak birinchi shu joydan ketibsiz, demak bordingiz, u joyda finans, buxgalteriya bo'yicha sertifikat oldingiz. Undan keyin shu ketdi, misol uchun Amerikada o'zgarishlar bu joyda ham paydo bo'lyapti. Hozirgi kunda kelib mana 10 yil, 11 yil o'tdi. Mana shu joyga kelib nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz asosan? Ya'ni qaysi soha ketyapti? Hozir ham finans bilan ketyapmizmi yoki boshqami? Va undan keyin yana tavsiyalar berib ketsak bo'ladi. Hozirgi qilayotgan ishlarimiz qanaqa? Juda ham yaxshi savol, Ilhomjon. 2015-16-yillarda shu o'zimni York universitetida o'qigandan keyin ishlash kerak. Nima deydi, erkak ishidan qo'ldan keladigan ishlar. Misol uchun, agar mashina bo'lsa, ko'pchilik bizni o'zbeklar
nima deydi, Shimoliy Amerikani katta, misol uchun, kollejidami, universitetdami agar sizda diplom bo'lmasa yoki litsenziya bo'lmasa, ikkinchi darajali ishlarda ishlaysiz. Misol uchun, dostavka bo'ladimi yoki nima deydi, birorta kompaniyada upakovka qilasizmi? Shu narsa, misol uchun, o'zim boshimdan ham kechgan. Kerak bo'lsa, ikkita smenada u ishdan chiqib, bu ishga chiqasiz. No, nima deydi, manda qiziqish ITda shu mahal judayam, nima deydi, hayot talabi bilan o'zimni ITga qiziqishim judayam kuchli bo'lgan. Birinchi man Xamir kollejda, misol uchun, bo'ldi, man veb dizayn bilan shug'ullanaman dedim. Tushunaman, misol uchun, ingliz tili darajam ko'tarildi. Olib qarasam, misol uchun, man qachongacha shunaqa ishda ishlayman. Bo'ldi, man birorta narsani olib, misol uchun, diplomamni, qanaqadir naviklarni olib, endi ITda ishlayman dedim. 1,5 yil Xamir kollejda web development o'qidim. Shu boshlang'ich kurslar bilan, misol uchun, HTML, CSS, PHP, misol uchun, backend uchun C# o'rgatishdi. 1,5 yil vaqtimni, misol uchun, kunduz o'qiydigan bo'lsam, kechasi ishladim. Потому что siz o'qish davlat sizga ta'minot bersa ham, qarz sifatida beradi, lekin uni to'lashingiz kerak. Lekin yana qo'shimcha, misol uchun, oilani nima deydi, parvarishlaydiganimi, kechalari ishlab turib, misol uchun, kechki smenada kunduzi kelib o'qidim. 1,5 yil sarfladim. Misol uchun, o'zim boshladim, veb-saytlar qilishdi, har xil backendlarga solutionlar qilishni boshladim. U solutionlar, misol uchun, bizga o'rgatilayotgan narsa o'sha mahal, endi o'sha mahal React boshlandi, React.js, keyin Vue.js. Bizga o'rgatilgan narsa o'sha zamondan biroz orqada edi. O'sha bizda, misol uchun, qanaqadir frameworklar o'rgatish yo'q. Misol uchun, PHPni yaxshi o'rgandim. Albattaki, misol uchun, full stack developer bo'laman desangiz, siz misol uchun, stackni o'rganishingiz kerak. Yana o'sha ustimda ishladim, o'rgandim. Web developmentdagi sohalarga tashladim, intervyularga kirdim. Talabni, misol uchun, o'sha ish beruvchilar talabni maksimal qo'yadi. Misol uchun, shuni bilasanmi? Misol uchun, texnik intervyu bo'ladi. Birinchi intervyu HR bilan bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi intervyu обязательно texnik ko'rsatib ber deydi. Shuni ko'rsatib ber deydi. Birorta koding qilib ber deydi. Menimcha, где-то 1 oy ishladim bitta kompaniyada web dizaynda. Tortmadi mani tortmadi. Man уже, misol uchun, nima deydi, backenddagi haligi web hosting serverlar bilan qanday ishlaydi, virtual machine, u narsalarga judayam qiziqishim katta bo'ldi. O'sha mahal, misol uchun, облачный texnologiya deymiz, Amazondagi, u narsa judayam katta anaqada edi, sпросda. Bizni o'zbeklar tomonidan Amerikada tashkil qilingan Zyotech instituti bor edi. O'sha 6 oy, 7 oy programma. Man o'zi, misol uchun, web development 1,5 yil sarfladim. Keyin unga cho'r finansoviy unaqamga, sertifikatimga pul sarfladim. Menga, nima deydi, o'zimni qoniqishim uchun какой-то programma topishim kerak edi, lekin vaqt nuqtai nazaridan birorta tezroq o'qiydigan, tezroq o'zim xohlagan ishga kiradigan programma o'sha topdim.
Amazon Web Services, Amazon'da o'zi ikkita yo'nalishi bor. Bittasi Web Services, bittasi haligi retail deyiladi. Haligi oldi-sotdi Amazon platformadan misol uchun narsa sotib olasiz. Ikkinchisi o'sha Web Services. Shu sohada rosa o'rgandim kechalari-yu. Backendda misol uchun Linux o'rganasiz. Ikkinchi yo'nalishi shu cloud, облачный texnologiya. Ularda juda ham nima deydi, darsdan tashqari, misol uchun kech bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, maqsad o'sha o'qish bo'lgandan keyin shu sohani tanladim. 2020-yilda man Sochi kompaniyasiga ishga kirdim. O'sha kompaniyadan hozirgi kungacha ishlayman. Har xil, misol uchun облачный texnologiyada dizaynlar qilish, nima deydi, aytaylik, bitta kompaniya o'zi 7000 ta 8000 ta serverlar boshqaradi. 7000 ta 8000 ta serverda misol uchun siz bittalab kirib o'tirmaysiz, bittalab administratsiya qilmaysiz. Siz automation skriptlar yaratasiz. Aytaylik, birorta bunaqa приложениyani yangilash, birorta nima deydi, Windows update, nima deydi, haligi patchlar o'rnatish, umuman har xil shu sohani tanladim. Demak, serverda o'sha ishlashni ta'minlash asosiy maqsad. Da. Serverlarni misol uchun birinchidan yaratish, qanday siz serverlarni bittadan yaratasizmi yoki какой-то skript yaratib turib, misol uchun sizga 20 ta kerak, 20 tani yaratasiz. Boshlang'ich kiruvchilar misol uchun обязательно bittani o'zi yaratish bilan boshlaydi, ko'radi, qaysidir xatolari bo'lsa to'g'rilaydi. Keyin qanaqadir etapdan keyin siz уже unaqa nima deydi, qiziqishingiz oshadi. Man misol uchun aytaylik 10 tasini qanday boshqaraman bir vaqt o'zida yoki 50 tasini qanday boshqaraman. Shu narsa hozir trendda. Keyin aytaylik keyinchalik operational job, misol uchun admin job bo'ladimi? Admin job bo'ladi. Har doim misol uchun odamda nima deydi, человеческий faktor deyiladi, har doim kerak bo'ladi. Misol bir narsani birorta xatolikni ko'rgani, automation, AI biz deyapmiz, u bizga yordam beradi, lekin odamni faktori misol uchun hech qachon yo'qolmaydi. Misol uchun kirish, o'sha serverlarni boshqarish, o'sha serverlar birorta nosozlik to'g'rilash, обязательно o'sha odam faktori. U serverlar nima bo'ladi? Misol uchun biz backendchi, frontendchi o'quvchilarimiz nima bo'ladi? Shu chet eldan serverni ijaraga olishadi-da. Oylik to'lov, yillik to'lovi bor. Xuddi o'shanaqangi serverlarmi yoki qanaqadir bir kompaniyani serverlarimi? Ya'ni siz hozir aytayotganingiz, ya'ni bir vaqt o'zida nechtagacha unga nagruska, ya'ni yuzerlar foydalanib turadi? Judayam yaxshi narsa. Misol uchun облачный texnologiya degani, облачный siz serveringiz, misol uchun aytaylik, siz ofisda birorta serverxona bo'ladi. Katta misol uchun aloqa kompaniyalarida shkaflar qo'yiladi. облачный texnologiya bu narsani misol uchun sizga yordam beradiki, katta data centerlar, misol uchun o'z katta skladlar faraz qiling, o'shaning ichida to'la bunaqa server yashiklar. Siz bog'lanaman desangiz, misol uchun internet orqali o'sha serverlarga ulanasiz. Misol uchun serverda katta kichikligi
misol uchun birorta klientga siz web hosting server sozilayotganingizda taxminan siz misol uchun so'raysiz, haligi sandan misol uchun nechta odam, nechta user misol uchun login qilishi mumkin, nechta misol uchun bitta VCP bilan eng minimalni 2 GB memory kerak bo'lsa, juda ham oson, oylik to'lovi. Lekin aytaylik sizda bir juda ham katta veb-sayt qilmoqchisiz. Demak, Nodirbek aka, demak bo'layotgan narsa sizda shu serverlarda, ya'ni hozirgi holatda Linux, Unix operatsion sistemalari orqali serverlarda ishlashni, to'g'ri ishlashni, veb-saytlarda ishlashni va hokazo, ya'ni bizni ITni yuragi bo'lmish serverda ishlashini sizlar ta'minlab berar ekansizlarda. Qaysidir ma'noda ana shu server ishlamaydigan bo'lsa, bizni proyektlarimizga, Kanadadagi server ishlamay qolsa, O'zbekistondagi proyektlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar O'zbekiston o'sha serverdan foydalanayotgan bo'lsa, ya'ni bizni dasturchilarimiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aha. Endi mana birinchi, demak, sizda tarixingizcha boshqacharoq bo'lgan ekan, ya'ni Kanadaga borib turib, keyin o'rgangan ekansiz. Ya'ni IT sohasini, boshqasini. Endi bizni o'quvchilar bo'lsa, hozirgi holatda sharoitlar Xudoga shukr yaxshi. O'zbekistonda o'zida o'rganib ketish imkoniyati bo'lyapti. Endi shu bizni o'quvchilarga nima deyishingiz mumkin? Misol uchun, boshlang'ich tushunchada ITni o'rganishda, mana siz birinchi o'sha kollejga kirgan ekansiz. Kollejda eski texnologiyalarni o'rgatyapti. Bizdagi hozir ishlayotgani yangisi deb aytib o'tdingiz. Va hozirgi holatda biz misol uchun balki boshqacha texnologiya o'rgatayotgandirmiz. Misol uchun PHP Laravel'da o'rniga bizda misol uchun Python Django yoki bo'lmasam Python FastAPI frameworki bor. Nimaga bo'ladigan bo'lsa, front-endga bo'ladigan bo'lsa, misol uchun HTML, CSS, JavaScript keladida, keyin React Native, ya'ni Reactga o'tib ketiladi. Mana shu front-end, back-endda shunaqangi sohalar. Endi nima bor? Boshqa yana sohalar bor. Misol kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, prompt engineering, data analitika, bularni ham qo'shganmiz. Asosan, ya'ni men bermoqchi bo'lgan narsa, birinchi IT o'zi software engineer, ya'ni dastur injener bo'lish uchun nimadan foydalanib, birinchi qaysidan boshlash kerak? Ya'ni front-enddan boshlash kerakmi, back-enddan boshlash kerakmi yoki to'g'ridan-to'g'ri bitta sohani tanlab olib shunda ketgan yaxshimi? Ya'ni ikkita variant bo'lyapti. Bitta sohani tanlab olib to'g'ridan-to'g'ri shunda ketgan yaxshimi yoki bo'lmasa birinchi front-endni o'rganib, keyin back-endni o'rganib, keyin siz aytmoqchi Linux, Unixlargacha borib, mana shu holatda ketgan yaxshimi? Juda ham qiziq savol, Ilhomjon. Aytaylik, umuman siz misol uchun ITda ishlayman desangiz, umuman hali aytaylik bizda Farg'onada faqat Unix bunaqasi bor edi. O'sha ITga o'rgatadigan bunaqa hali advanced kurslar bunaqa bo'lmagan. Faqat kompyuter haqida sizga o'rgatadi. Hozir men juda ham xursandman. Shu o'tgan yil Farg'onaga borganimda ham juda ham IT kurs bunaqa o'rgatadigan tashkilotlar ko'p. Nima deydi? Bolalarga berilayotgan imkoniyat aytaylik, O'zbekistonda berilayotgan kurslarning narxi bilan bizdagi kurslarning narxi bir xil narsa o'rgatgan bo'lsa ham narxida juda ham katta farqi bor. Bundan bizni o'zbek studentlar juda ham foydalanish kerak. Nima deydi? Quchoqlab olish kerak bo'lsa. Siz aytgandaqa misol uchun front-endni обязательно o'sha elementarniy narsalardan boshlab turib, misol uchun prostoy o'zimizda JavaScriptni bilmagan, misol uchun tushunmasdan turib Reactga sakrash noto'g'ri deyman. Misol uchun prostoy kichkina veb-saytlarni tavsiya qilaman. Qil birinchi, misol uchun HTML bilan CSS bilan JavaScript. Ikkinchi etapi o'sha misol uchun frameworklarga yoki Bootstrapga sekin-sekin o'tish kerak. Bizda misol uchun front-end alohida ishlar front-endda bor,
faqat sizni nima deydi, backend bilan ishlamaydi. Kimdir faqat backendda ishlaydi. Backend misol uchun kimgadir qiziqda, misol uchun veb-sayt orqasidan nima bo'lyapti, haligi baza данных bilan qanday ishlaydi, qaysidir formani to'ldiradi. Kimdir misol uchun full stack developerlar bor. Aytaylik, full stack developer u o'sha boshidan oxirigacha qatnashadi o'sha protsessda. Hozirgi zamonda misol uchun bitta navikni bilib, bitta narsani bilib turib, ikkinchisiga qiziqmaslik juda ham katta nima deydi, bir yo'qotish bo'ladi. Sababi katta kompaniyalar hozirgi talabi maksimal darajada. Ishga kiraman desangiz, uni bilasanmi, buni bilasanmi? To'g'ri bor, misol uchun agar front-end topaman desangiz, front-endda ham topasiz. Faqat backend qilmoqchi bo'lsangiz, backendda ham topasiz. Agar sizda ikkalasidan ham misol uchun o'quvingiz bo'ladigan bo'lsa, siz boshqalarga nisbatan bir ikki qadam oldinroq bo'lasiz. Faqat misol uchun web bilan shug'ullanaman. Web bilan shug'ullanish не только misol uchun nima deydi, kontent bilan shug'ullanasiz yoki veb-sayt o'zi bilan. Sizni qo'shimcha misol shug'ullanaman deyotganingizda foto editing, video editing bu o'rganish, misol uchun har xil posterlar yaratish, rasmlarni misol uchun edit qilish, qaysidir Photoshop tool bilanmi, bu qo'shimcha har bir bilgan navik sizga plus, sizga qo'shimcha narsa beradi. Misol uchun boshqalarning oldida ham demak, xulosa qilsak bo'lar ekan, bitta sohani mukammal o'rganish kerak, lekin agar qo'shimcha qilib, misol uchun front-endchilar back-end o'rganib qo'ysa yoki Photoshopni, grafik dizaynni o'rganib qo'ysa, u faqatgina foydasiga ishlaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Bizda misol uchun kompaniyalar, misol uchun 100 ta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, 100 ta kompaniya har xil framework ishlatishi mumkin. Kimlardir misol uchun React ishlatadigan bo'lsa, kimdir faqat Maven Stack ishlatadi. Aytaylik, siz birorta kompaniyaga kirganingizdan keyin siz misol uchun oyligiga qiziqtirdi, lekin misol berishi mumkin, senga mana 2 oy beramiz, sen mana bunaqani o'rganasan deydi. Misol uchun sizni o'zingizda nima deydi, qiziqish paydo bo'ladi qo'shimcha narsa o'rganishga. Lekin bu yerda bozorda, misol uchun IT bunaqasida faqat bir narsani bilishing kerak. Bir xil kompaniyalar bor. Faqat shuni bilsang bo'ldi deydi. Lekin o'zingiz uchun обязательно qolgan frameworklar qanday ishlaydi, deylik, o'sha sizni o'zingizni qiziqtirish, nima deydi, bozorda siz misol uchun bitta bozorda siz o'zingizni mehnatingizda, siz o'zingizni bilimingizni sotasiz. Agar bilim bo'lmasa, sotish ham kam bo'lyapti. Qiziqtirgan savollarga javob olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Nonajon ustoz, yaxshimisiz? 2015-yilda Kanadaga ish masalasi bo'yicha ketganingizni aytib o'tdingiz. Endi misol Kanada, AQSh va shu kabi kuchli mamlakatlar uchun viza talab etiladi. Viza turi ham har xil bo'ladi. Misol uchun sayohat vizasi, ishchi vizasi, turistik viza va o'qish uchun mo'ljallangan viza. Demoqchi bo'lganim, 2015-yilda viza uchun qancha sarf xarajat qilgansiz va Kanada sizga elchixonasi qanchada aloqaga chiqib sizni qabul qilishgan? Ya'ni bu holatda bitta o'zida hujjatingiz qabul qilingan yoki qilgan holatlaringiz ham bo'lganmi? Juda ham nima deydi, hayotiy savol. 2015-yilda men 2013-yilda o'zi birinchi marta harakat qilganman. Student viza bilan topshirganman. Buning uchun siz o'qish tashkilotini, misol uchun kollejmi, universitetmi, institutmi topishingiz kerak.
o'zingizni zaявkangizni application topshirasiz, keyin qabul, misol uchun agar imtihon qiladigan bo'lsa imtihondan o'tishingiz kerak, agar yo'q какой-то imtihonsiz qabul qilishi ham mumkin, ularga pul kerak. Depozitini jo'natasiz, depozitni misol uchun aytaylik $300 yoki $500 o'sha mahal qabul qilingan dokumentlaringizni misol uchun paket qilib turib bunaqaga jo'natasiz posolstvoga, nima deydi, hozir zamon yaxshiki, misol uchun onlayn paket qilib turib onlayn paket jo'natasiz, sizga uzoq bilan aytaylik 2 hafta 3 haftada javobi keladi. Bu student vizani aytmoqdaman. Aytaylik, sizda eng qiymat jarayon bo'lsa o'qishda o'zi tuition fee deyiladi. Misol uchun sizni kursingizga qarab turib, aytaylik, международный studentlarga bu yerda prostoy, misol uchun kanadan studentlarga nisbatan 2-3 barobar qiymat. Misol uchun bitta kursda o'zi bir semestrga $3000 bo'lishi mumkin, bir yillik xarajatingiz 15,000 20,000 bo'lishi mumkin. Aytaylik 3-4 ta kurs olganingizdan keyin eng qiymat narsa o'sha narsa. Konsulskiy sborlar u juda ham ko'p olmaydi. Потому что bu non-immigration viza hisoblanadi. Non-immigration degani siz faqat sizni xohishingiz faqat borib o'qish. Plus tomoni bor, minus tomoni bor. Plus tomoni, agar sizdan student viza oladigan bo'lsak, keyinchalik siz work permitga topshirishingiz mumkin, work vizaga. Shu bilan work permitdan keyin уже immigratsiyani protsessini boshlashingiz mumkin. Minusi, lekin misol uchun qiymatlilikda. Aytaylik, siz O'zbekistonda programmalarni maksimum misol uchun 2000-3000 ga o'rganishingiz mumkin. Bu tomonda nima deydi, chuqurlashtirilgan kurslar juda ham nima deydi, jicha qiymatroq. Ikkinchi narsa bor, misol uchun work vizalar bor. Work visa, aytaylik, birorta Canadian company, Canadian kompaniya sizni sponsorsa qiladi. Siz juda ham katta mutaxassissiz, software engineer deyiladi, yoki birorta Android developersiz, yoki sizni misol uchun veb-saytlaringiz katta kompaniyalarga veb-sayt proyektlarda qatnashgansiz. Birorta kompaniya sizni misol uchun rezyumengizni topdi, LinkedIndami yoki даже Facebookda topdi. Men misol digital creatorman yoki web dizaynerman, mirovoy brendlarga ishlaydigan deb. Hammasi o'ziga bog'liq-da, u ham bitta marketing. Siz o'zingizni demak, o'zingizda Nodirbek aka, o'zingizda agar esingizda bo'lsa, endi unga ham 10-15 yil bo'lib qolibdi. Qancha ketgan shu viza jarayoni? Shunaqa savol bo'ldi menimcha. U mahal, misol uchun, arizalar ko'rib chiqish 1,5 yil, 2 yil hisoblasak, 1,5-2 yil. Manda shu 1,5 yilcha olgan. Hozirgi kunda ham aytaylik, o'sha muddat почти shunaqa bir xil. O'sha siz agar yana aytyapmanki, qaysi viza turiga qarab turib, agar student viza bo'ladigan bo'lsa, eng tez ko'riladi. 1 oy ichida siz javob olasiz yoki ha yoki yo'q. Demak, student vizani olish oson, migratsiya vizasini olish qiyin. Рабочий viza misol uchun 3 oydan 5 oygacha ko'riladi. Уже PMJ ga topshiradigan bo'lsangiz, PMJ u ko'proq oladi. Shu 1 yildan 1,5 yilgacha oladi. Misol uchun Nodirbek aka, shu student vizasi bilan, uzr, ko'p gapingizni bo'lib qo'yapman. Student vizasi bilan necha soat ishlash mumkin? Yoki ishlash mumkin emasmi? Student viza bilan siz
misol uchun o'qish aytaylik yo kollej yo universitet kampus deyiladi territoriyasida. Siz territoriyasida maksimum 20 soat ishlayolasiz, haftasiga 20 soat. Bu nima deydi, qonunchilik bilan belgilangan. Endi kampus deylik, kampus ham misol uchun учебный zdaniyalari bor, kattadir, misol uchun kofe, bunaqa kafeteriyalar bor. 5-10 gektar joyda, misol uchun o'sha joyda ishlaysiz xolos. O'sha kollejda yo universitetda aytaylik bunaqalarda hududidagi tashkilotlarda ishlaysiz xolos. Tashqarida sizga hech kim bunaqa piramid bermaydi. U narsaga bunaqa jiddiy qarashadi. Misol uchun keyinchalik qolaman desangiz, sizni полный налоговый dokumentingizni ko'rishadi. No, bu nima deydi? Biz cash job deydi. Cash job misol uchun nalichkaga ishlayman desangiz biror joyda yo dostavkada yoki birorta bunaqada uni hech qayerda qayd etilmaydi. Qayd etilmasa uni hech kim bilmaydi. Bu nima deydi? O'zimiz bunaqa ichimizda. No, ofitsialni misol uchun da. Ofitsialniy emas, haligi norasmiy ishlab ko'rish mumkin. Bu ko'p bas, o'zi maqsadim misol uchun studentlarni o'qitishda. Misol uchun student bo'lib nimaga kelding? Kichkina podzaработка qilish mumkin, lekin u nima deydi? Unaqa ko'p vaqt bermaydi. Yana savol bor ekan, Odilbek. Assalomu alaykum. Dasturlashda har xil o'yinlarni yaratsa bo'ladi. Yaratganimizdan keyin ularni telefonga Play App Store'dan qo'yamiz. Shu o'yinlarni yaratganda qancha vaqt bizga foydasi tegadiganlar va minus tomonlarini aytib bera olasizmi? Juda ham yaxshi narsa. Misol uchun aytaylik Android uchun какой-то приложение qildingiz yoki o'yin yaratdingiz. Bu aslida aytaylik keyinchalik ishlaringizda ham o'zingizni ishingizni misol uchun sotmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni biror kompaniyaga ishga kiraman deyotganingizda nimani bilasan deydi. Siz mana shunaqa narsani qilganman. Xo'p, u yo sizni imejda aks etgan bo'lishi kerak qog'ozda. Ikkinchisi, misol uchun agar veb-saytingiz bo'lsa, veb-saytda ko'p misol uchun portfolio veb-saytlar qilishadi. Men shunaqa web dizaynerman yoki men software injenerman, mana meni ishlarim deb turib, kichkina misol uchun yo rasm yoki приложение ishlashi yoki aytaylik eng muhim narsa, misol uchun aktiv bilan ishlayapsizmi, menga source code ko'rsat deydi. Nima ish qiladi? Source code qanday ko'rsatasiz? GitHubdagi repolaringiz bo'lsa, misol uchun to'liq bo'lmasin, hatto misol uchun nima ish qiladi, qanaqaligi, qaysi modellarni ishlatgansiz, qaysi librarylarni ishlatgansiz, shu haqida tushuncha bo'ladigan bo'lsa, sizni ishingiz misol uchun ketadida, bozor chaqon bo'ladi. Приложение misol uchun katta kichikligiga qarab turib, shu narsa sizga keyinchalik ish topishga juda ham katta foyda beradi. То есть misol uchun siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Men mana shu narsa qildim. Даже aytaylik katta sprosta bo'lmasa ham, katta kompaniyalar misol uchun sizni potensialingizga qaraydi. Bu bolada bor ekan, mana qilgan ekan deydi. Конечно, sizga katta plyus. Aytaylik, har xil kompaniyalar, misol uchun Kanada, Amerika, Yevropa davlatlari nisbatan o'sha Asian davlatlaridan resurs qaraydi. Nimaga? Потому что bizni ish kuchimiz ancha arzon. Aytaylik, birorta yosh
injenerda уже naviklari bor. Misol uchun ko'p kompaniyalar haligi sarflagisi kelmaydi. Man birorta student olsamu, o'rgatsamu, yo'q, tayyor ishchilarni olgani yaxshi. O'sha tayyor ishchini, misol uchun, qo'shimcha o'zini uslubini o'rgatib, undan foydalanish juda ham hozirgi kunda shunaqa qilinadi-da. Misol uchun bizni kompaniyamizda filiallari bor. Indiyada deylik, Yevropaning unaqa davlatlarida. Sababi 24/7 misol uchun obслуживание bo'ladi. Xuddi shunaqa, misol uchun sizni skillsa deyiladi, haligi navik jamlanmasi juda ham yuqori bo'ladigan bo'lsa, siz O'zbekistonda turib ham misol uchun ish topishingiz mumkin. Qanday topishadi? LinkedIn, misol uchun Facebook, qayerdadir ko'rsatinglar, misol uchun o'zlaringning ishlaringni odamlar ko'radimi? Ko'radi. Misol uchun men bu yerda turib ko'raman, misol uchun o'zbekda какой-то proyektlar bo'ladi. Misol uchun keyingi hafta Toshkentda hackathon bo'lyapti. Men juriman. Bolalar misol uchun Cursor AI bilan foydalanib turib, o'sha applicationlar, startaplar uchun приложениyalar qilishyapti. Zo'r startap bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, men bu yerda ham nima deydi, reklama qilishim mumkin. Mana shuning uchun nima deydi, networking juda ham katta narsa. Misol uchun, social networking. Siz auditoriyangiz katta bo'lsa, misol uchun professional social networking LinkedInda juda ham ko'p, misol uchun odamlar, zo'r produkt qilsangiz, zo'r dizayn qiladigan bo'lsangiz, zo'r приложение, u suvdek ketadi. Kichkina bitta startapni boshlanishida, shuning uchun bu startapni keyin sotishingiz mumkin, tushunyapsizmi? Так что любой narsani qilayotganingizda обязательно kichkinami, kattami proyekt, и обязательно o'zingizni rezyumengizni ko'rsating, o'zingizni unaqangizda kim web dizayn bilan shug'ullanyaptimi, portfolio veb-sayt taklif qilaman. Portfolio veb-sayt sizni onlayn rezyumengiz. Shunday обязательно ko'rsatinglar. O'sha biz ham aytib o'tamiz bolalarga, rezyume, portfolio qilgan ishingizda juda gap ko'p deb. Demak, mana shu narsani agar LinkedIn ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritib borilsa, nafaqat O'rta Osiyo, balki o'sha butun dunyo bo'yicha demak foydasi bor ekan. Shunaqa. Xo'p. Да, конечно. Yana savollarimiz bor ekan. Good morning. As you asked, you arrived to Canada in 2015. So, and learned about about 1 year, right? So my question is, where you live and where you work at that time, because every people should eat and live somewhere, right? Savolni tushundim. Qayerda yashaysan, qayerda ishlaysan? Ingliz tili bilishingiz yaxshi, aksent bilinyapti. Ko'proq misol uchun gapirishni tavsiya qilaman. Ko'proq o'qib, ko'proq tavsiya qilish. Почему ingliz tili как мировой язык. Misol uchun bizda ko'p xodimlar, hindlar, ko'p xodimlar, Filippinlar, ularda ingliz tili как ikkinchi ona tilida. Biz misol uchun rus tili juda ham bir vaqtlar kuchaygan bo'lsa, ularda misol uchun tayyor nima deydi, o'sha ingliz tilini IELTSga borish shart emas yoki qo'shimcha o'zini просто ikkinchi ona tili. Misol uchun ish topaman deyotganingizda ham faraz qilingki, siz o'sha odamlar bilan, siz mировой kompaniyaga kiraman desangiz, ular bilan konkurensiya qilasizda. IT misol uchun naviklaringiz bir tomon, lekin ingliz tili bu ikkinchi tomon. O'rgan misol uchun. O'sha IT bilimini ko'rsatib berish uchun ham ingliz tili albatta muhim. Chunki siz ko'rsatib bera olmaysiz. Ingliz tilida gaplashadiganlar bilan muloqot qila olganda. Hozirgi savolimizga menimcha so'z boshida javob berib ketdingiz, mana qayerlarda ishlagan boshqa.
Shu yigitni, shu bergan yigitni, shu savol bergan yigitni tanidingizmi? Ha, berdim, Azamatjon. Bu mani o'g'lim. Yaqinda men o'zim uni sizlarga o'qishga maslahat qildim. Sababi misol uchun uyda o'tirardi, yo telefonda yoki planshetda. Nimaga shu kursga berdim? Aytmoqchimanki, kompyuter sohasini bilgan odam, aytaylik misol uchun administratorda, Windows administrator, ingliz tilini bilsa, sizlardagi kursda misol uchun advanced levelda juda ham yaxshi biladigan bo'lsa, unga уже texpodдержкада 40 ming, 50 ming dollarlik ish ta'minoti borda. Demak, Azamatjonga hozir 40 ming, 50 ming dollarlik ish ta'minoti bor. Agar kompyuterda misol uchun o'sha kurslarni nima deydi, chin yurakdan o'rgansa, misol uchun hali qaysidir bir narsani buzilib qoldi deylikda, birorta driver yoki Windows installation yoki umuman Windowsga bog'liq narsalarni tushunadigan bo'lsa, minimum o'sha aytaylik 40 ming, 50 ming dollarlik ish unga уже tayin. Qo'shimcha bilishi уже это уже plus. Qayerda ishlayman, qayerda yashayman. Men misol uchun mani ishxonam bu yerda aytaylik 100 kilometr naryoqda bo'ladigan bo'lsa, men haftada bir marta boraman, qolgani hammasi udalyonka. Bu degani misol uchun O'zbekistonga turibman, O'zbekistonga O'zga yoki borishim kerak bo'lsa yoki отпуск olishim bo'lgan vaqtda ham inogda kompyuterni olib olaman, hammasi udalyonka. Mani Da. Allo. Savol bormidi? Yo'q, eshitmay qoldim. O'zbekistonda turib ham udalyonni ishlasa bo'laveradimi shunaqa katta kompaniyalarda? Bo'ladi. Bir narsa, misol uchun security'si nima deydi, xavfsizlik nuqtai nazaridan finansiy oldi berdi, misol uchun dokumentlarda aralashmasangiz, mani ishim misol uchun men finansiy отчет yoki narsa qilish yo'q, yoki страховой kompaniyalar, bank kompaniyalari bor, har xil hedge fund kompaniyalar bor, ular ruxsat bermaydi. Lekin ITda, misol uchun IT sizda bizni kompaniyamiz misol uchun приложение ishlab chiqaradi. Internet of Things, mobile device management deyiladi. Misol uchun u ham xuddi Android yoki har xil printerlar bor, kichkina printerlar, onlayn internetga ulanadigan yoki tabletlar bor, Android misol uchun kimdir sotuvchilar ishlatadi yoki har xilda. Demak, Nodirbek aka, ishga qarab turib bu joydan ishlash yoki bo'lmasam siz aytmoqchi, birinchi o'sha yerda ish topib olib, keyin bu yoqqa kelib ketsa ham bo'lar. Bizda yana savollar bormi, bolalar? Xo'p, endi Nodirbek aka, mana bizga ham premyera bo'ldi, o'g'li shu yerda o'tirganlari, Azamatjon. Juda ham biz bilmagan ekanmiz shu paytgacha shunaqangi bolalarni o'qitayotgan. Balkim bularni mana sheriklarida ham boshqada ham bo'lar. O'zingiz qachon bir kelasiz endi bu onlaynda davom ettirish uchun bir offlayn ham tashkillab beramiz, xudo xolasa, Farg'onaga kelishingizga qarab. Shu o'tgan yil avgust oyida bordim. Bu yil bir ikkita proyektim bor. O'sha proyektlarni olib nima deydi, statusiga qarab turib, xudo xolasa aprel, may, iyun menimcha mo'ljallayapman, may, iyunda. Bir ikki oy qolibdi-da, demak. Da.
Ha, xudo xohlasa, biz suhbatimiz judayam nima deydi, oxiri qaynoq bo'lib ketdi. Hali bu boshlanishi, menimcha, keyingi darslarimiz ham bor. Yana savollar bo'lsa, yanagi shunaqangi holatlar bo'lsa, Nodirbek aka suhbatda yana bir oy, 2 oydan keyin onlayn bas, to'g'ridan to'g'ri kelib holatni olaveramiz. Ko'pchilik o'z o'quvchilar sizni keladi deb o'ylashibdi. E'londa onlayn degan joyini yoki boshqa degan joyini yozmagan ekanmiz. Keladi deb o'ylashgan va televizorda ko'rishib, samolyot uchmay qolibdi deb qo'yardim. Bu narsa yaxshi narsa, misol uchun nima deydi, bo'lishish, misol uchun birorta tajriba bo'lishish, birorta qanaqadir aytaylik, men qilayotgan ishimni misol uchun biror kundalik ko'rsatsam nima bo'ladi, balki keyinchalik keyin yana bir misol uchun tavsiya qilardimki, nima deydi, o'sha kichkina bo'lsa ham o'sha shahar miqyosidami, birinchi shahar miqyosida studentlar o'rtasida kichkina birorta sarvnovaniya, hozir nomi misol uchun sarvnovaniya hech kim demaydi, hakatonlar, aytaylik keyinchalik kichkina prizavoy fond qilib turib, nimaga bu birinchidan siz qanaqadir proyekt, realniy proyekt, misol uchun давайте bitta portfolio hamma o'ziga portfolio bitta qilib bersin. O'sha narsani misol uchun rag'batlantirish. Men misol uchun aytaylik technical review bilan bunaqani ko'rib chiqadigan bo'lsam, zato bolalarda lekin shu narsa keyinchalik bo'lg'usi proyektlarda kichkina narsadan o'zi katta narsalar paydo bo'ladida. Misol uchun yangi birorta student katta narsani qilolmasligi mumkin, lekin kichkina bitta proyekt qiladi, ikkita. Nechta qilish kerak, чтобы ish topish uchun? Men aytolmayman. Demakki, Nodirbek aka, hakaton kelishingizga atab hakaton tashkillasak, shunda bosh hakam bo'lib, undan tashqari shu o'ziz atagan sovg'alarni ham berish ekanda, hozir gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsa. Shu narsani misol uchun hozirdan sekin tashkillab unaqa rejalashtirsak, juda hamda. Juda chiroyli savol berishyapti. Investor ham bo'laveradilarmi o'zlari degan nima qo'yishyapti. Bo'laveraman. Investor ham tayyor. Bu aslida o'zi nimagaki, agar bu startaplar aytaylik juda ham ishlaydigan bo'lsa, aytaylik juda ham potensiali bo'ladigan bo'lsa, uni kattaroq mировой рынокка chiqarsangiz, bolalar qilishyaptimi? Qilishyapti. Misol uchun qozoq bolalar bor, unaqa startaplari bor, toshkentlik bolalar startaplar bor. Sizni ishlayotgan mehnatingiz aytaylik qanchadir 1 oy, 2 oy ketdi. Lekin o'sha 1 oy, 2 oyda yoki 3 oyda deylik. Misol uchun yarim yil ham ketdi. Lekin siz proyektni olib chiqib bir 50 mingga yoki 100 mingga sotadigan bo'lsangiz, bu demakki qoplaydi-da o'zini. O'shuning uchun shu narsani ustida o'ylanglar, обязательно ishlanglar. Hozirgi zamonda nima ish qilsalaring, misol uchun agar o'zini yo'lini, o'zini klientini topadigan bo'lsa, sizga payback qiladi-da, sizga to'lab beradi o'sha harakatlaringizda. Siz bepulga emas, siz qaysidir bir narsali portfolio bu bir narsa. Siz haqingizda vizitna kartochka, qanaqa proyektlar ishlayapsizmi? Обязательно unaqa qilaveringlar, ko'rsatinglar. Demakki, unaqasi olasizlar orqasidan haligi. Qiymatini oladi. Qiymatini oladi, da, обязательно. Har bitta mehnatni orqasidan unaqa. Orqasidan baribir uni rohati ham bo'ladi. To'g'ri. Mehnat, o'qish, o'rganish, ustozlaring bor, misol uchun sizlarga yordam beradigan. Yana bir narsa o'sha ta'kidlab o'tmoqchimanki, berilayotgan kurslarda narxini eshitib turib, o'sha ustozlaringning orqasidan 24/7 yursalaring ham zo'r bo'ladi.
bu yerdagi narxlarga nisbatan O'zbekistonning narxlari juda ham past. Berilayotgan Mana shu joyini imkoniyatdan qattiqroq foydalaninglar. ayting deyman. Manda misol uchun man o'zim kamida o'sha cloudda o'rganaman deganimda bir $7,000-8,000 to'ladim. Amerikanskiy $7,000-8,000. Bu narsa misol uchun biz o'zbek bola o'zi O'zbekistonda o'rgatadigan bo'lsa bir 10 barobar arzon yoki bunaqa. Shuning uchun ustozlaring, imkonlaring bormi, o'rganinglar. Birorta proyektni ustlaringda turibdi odam. Bunaqa o'rgataman, ish bilan birorta ish boshlayman desalaring, bunaqa texnik baho beradigan, xatolarni to'g'rilayman degan. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Rahmat, Botirbek. Shunchaki o'rganish, shunchaki bordi keldi, sizga hech narsa bermaydi. Qachonki siz bir narsa yaratsangiz, qachonki bitta narsa ikkinchisini yordam beradi, ikkinchisi uchinchisiga yordam beradi. Zaminida lekin har doim o'sha bilimni uni nima deydi, qadrlab, hurmat qilib, vaqtida ishlatish kerak. Rahmat kattakon Nodirbek aka. Xudo xohlasa yana siz bilan davom ettiramiz hamkorliklarimizni boshqalarda. Hozircha ozgina vaqtimiz bo'lib qoldi. Yana xudo xohlasa keyingi meetuplarda ham onlayn holatda mana hakatonlar, mana investorlarni topib qo'yishdi bolalar. Shunaqangi holatda ko'rishish nasib qilsin iloyim. Rahmat kattakon. Xo'p, salomat bo'linglar. Ishlaring yomon. Tugatsak ham bo'laveradi.